Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra ediyoruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 12. ayının 6. günü haftaga çarşamba. Ne kadar vatandaş, çarşamba. Haftaga çarşamba bugünkü vaziyetimizden eşya kazı hesaplarında Amerika Cumhuriyeti başka devlet oturusudaki mühim mesele Katar'da Tayvan vatandaş. Tayvan meselesi ötken dedi vatandaş sizge Tayvan meselesi bir komediyelik mesele. Yani gep var, söz var, oyun var, siyasi oyun var. Bu oyunun hemmisini Cumhuriyet Partiyası oynavatıdı. Bir halkara cemiyetini ciddileştiriş. İkincisi Cumhuriyet Partiyası devlet işçide hatırcemlikle çakırış, teyiş asayişlikle çakırış, Gonçendan Cumhuriyet Partiyası'nın kayneden gıvet şikayet kılmaslık, yakınamayış kılıp koçuğu çıkıp olmaslık için kaynavatkan kazanı bir tam soğuk yığandak, Tayvan boğuzu deyip hem Cumhuriyet cemiyeti bir tam çılap da kabul durvadıdı. Hem halkara cemiyette mesela Amerika'ya münasebetli kal Tayvan boğuzu Muşu vakalarını payda kılıvatıdı. Vatandaş ben özelden bunun kendinden dep geldim ki bu. Azı halkara cemiyetini Tayvan'a qarıtıp koyup Tayvan meselesiga jorutup koyup hakiki maksat Uyguristan'da Uygur'unu yoqtoş. Uygur'un yer astı, yer üstü mal mülkün bulantılan kılış, eçiş, paydanış, Uyguristan'a köşmeyi yötkeş, mecburlaptı gidek. Azı köşmeler bilip oldu, işlenim ikelliğini. İşinizde var mı? Ötken yılı 11. ayının 15. günü, 14. günü del Bali'da. Prezident Joe Biden bilen reis Xi Jinping sohbet ötküzüvatkanda Ürümçi'den çekindi o, köşmenler çekindi o. Kışın günü demedi, soğuk demedi, kar yağdı demedi, çekindi o. Demek bugün gündü sen köşmeyi yötkeymen desen, endi hazırki dünyada hemen neresi jirikleşip, hemen neresi ciddilişip, meyli kayı bu içe gevdilik oturgu çıkavatkan vakitte, muşundak bir vaziyette kalak milletlerimi, terakki kılmayan milletlerimi, üzünün millet işkelliğini, adam işkelliğini tunup yitivatkan muşundak bir peytte. Yani konu zamanda kılıp kalkan konu müstemlikçilik bilen müstemlik uğru çıkmagan Uyguristan'daki millet Uygurlarının asla uygunuş. Yeterlik bulmuş mu? Çünkü mektep yüzü kömegen millete artıkça uygunuş bulmaydı vatandaş. Artıkça uygunuş bulmaydı onun bilim asası, medeniyet sapası bulmuşsa o uygunuş nereden gelsin onun? Xitay yeniden ketiverse, ütüverse, bu bir adam kendi kara vurdu. Mesela onda kalmaz da. Onun da ne hukuk göz karışı olsun, ne hukuk şınaslık olsun, ne kanun olsun, ne devlet ve başkuruş olsun, ne devlet şu olsun. Bu muharip ügütüdüğün ilim sahası Uygurlarda Allah kaçan tartıp belirlen nesi de. Uygurlarda yok da bunda muharip vatandaşı. Karana, yılda Ali mektepki imtihan berdiğin Uygur okuğucunun 20 numara Cumhuriyeti ten terbiye mahiri kim? Yaki Cumhuriyeti nakşi kim? Şunu ismini eytpe dep Uygurları sual çıkarılış gerek. Uygur imtihan, Ali mektepki imtihan bergeni şunun cevap veriş gerek. Bir nakş Xitay'nın ismini eytip veremese, bir sporcu ten terbiye Xitay'nın ismini yazıp veremese, o okuğucunun numurda 20 numur tartılı da vatandaş. Mana bu müstemlike. Şöndünüz mü? Aman muşunda kalet yaşavatkan Uygur milletinin ha degende müstemliki nime, hukuk nime, hukuk şunaslık nime, kanun nime, kanun şunaslık nime, sosyologiya nime, siyasi sosyologiya nime, ictimai sosyologiya nime, senin nimişka her şeyle Uygur halkının ölüm yetimini Cumhur'un yerlik hakimiyetleri tızımlap durdu. Bu yıl kançılık kaysı nispetli öldü. Bu yıl kançılık kaysı nispet tuğuldu. Nimişka muşunun olan emel tutudu ya ki şoğullunudu dep sual koyalmaysın millete. Sebebi seni kanday yoktuş.
Yo'qotishning shakli nima? Qaysi shaklda yo'qotish? Bastırışning qaysi shaklida yo'qotish? Xalqaro jamiyatda qanday aldash yoki xalqaro jamiyat bilan birlashib qanday yo'qotish? Masalan, uni ko'zini bo'yab, uni aldab, xalqaro jamiyatga yolg'on so'zlab, Uyg'urni qanday yo'qotish Xitoyning birdan-bir maqsadi. Ma'ni bilib ol. Mushuni bilib olsang, 50-yildan boshlab sana hukmronlik qilayotgan Xitoyning nima ekanligini bilib olasan. Shunga men davomli deymanki, buning Tayvan mojarosi quruq mojaro, bir aldamchilik, bir popuza. Dünyada G'arb dunyosini, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi xotirjam qo'ymaslik, anda vatan ichida yoki Xitoyning o'zining vatani ichida fuqarolarni indakka keltirib turish. Ay, sen kapsizlik qilma. Agar unday qiladigan bo'lsang, Tayvan ketadi, Uyg'uriston ketadi, Tibet ketadi. Mana bu gap, boshqa gap yo'q. Bu Tayvan hujum qila oladi. Jungo ozodlik armiyasi Tayvan hujum qila oladi. Tayvan bo'g'izda o'ta oladi. Jungo ozodlik armiyasining Tayvanning quruqliq armiya vatandosh. Biz harbiy ishlarni bilmaymiz. Uning quruqliq armiyadan boshqa kuchi yo'q. 6-7 aeroplanni osmonga chiqarish mumkin. Haqiqiy urush bo'lib qoldigan bo'lsa, qani aeroplan. Tümetasakka aylanib, osmonni tümetasakka aylanib yerga tushadi vatandosh. Hozirgi zamon texnikasi. Urush texnikasi Xitoyning aeroplanlari tümetasakka aylanib yerga. Bir Xitoy inkas yozish torbitiga Amerika ovoziga shunday bir yozgan edi bir vaqt esimda qolish. Qaysi yillarki yil hisobi yo'q. Nima dedi demamsiz? Jungo Kompartiyasi Ozodlik armiyasining harbiy qurol yaroqlari dehqonchilik saymonlariga barobar texnika saviyasi dedi. Dehqonchilik saymonlariga barobar uni texnik saviyasi dedi vatandosh. Odatda bir Xitoy shunday bo'ldi. Bugun Tayvan deganda Tayvanda saylam nima qaram. Hozir Tayvanda deganda ikki partiya, masalan, Kuomintangning Avom partiyasi, Kuomintang partiyasi oraliqda birlashdi. Buni ko'klar bilan oqlarning birlashmagi deb atadi. Ham buning kaydida Jungo Kompartiyasi buni kontrol qilyapti, boshqaryapti dedi. Şu vaqt men sizlarga dedim, pul qaraydigan yillar dediki, sen agar Kuomintangga bilet tashlaydigan bo'lsang, Rais Xi Jinpingga bilet tashlaydigan bo'lasan dedi. Endi buni qo'yaylik, 11-oyning 24-kuni kelganda bu ittifoq yemirildi. Masalan, ko'klar bilan oqlar, ya'ni Kuomintang bilan Kuomintang birlashadigan bu ittifoq yemirildi. Amaliyotda buning yemirilishi Jungo Kompartiyasining saylam nomzodlari aro kurash usullaridagi yengilish bo'lib hisoblansa bo'laverdi. Jungo Kompartiyasi yengildi deysiniz. Ondan Laychingda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi 40% ya o'rilmay ya tushmaydi kerak. Mushu orliq turib kelyapti degan gap vatandosh. Endi buning ichida eng notisi nima desangiz bor. Ana bugun Amerika ovozida shunday bir xabar e'lon qilindi. Men sizga mazmunni yetkazishdan avval uning mavzusini sizga bir aytib beray vatandosh. Mavzusi qarab javob berasiz. Nima deydi o dema mavzusida? 24-yili Tayvanda o'tkazilgan saylam tinchlik va urushni tanlashmi? Mutaxassislar diktator zo'ravon hokimiyatning o'zidan kun tartibi bo'ladi deb ko'rsatdi. Bu yerda urush va tinchlikni tanlashmi? Tayvanda o'tkazilgan saylam urush va tinchlikni tanlashmi? Qarab turing. Buni Kuomintang debdi. Bu deganligi nima desangiz? Urushmi, tinchlikmi deganligi nima desangiz, agar bu qatam saylamda biletni elib berib Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodi Laychingdagi tashlaydigan bo'lsam, o mustaqillik yo'lini tanlaydi, mustaqillikni davron qiladi. Undaqda Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qiladi bu urush. Agar sen bu qatamgi saylam biletini Tayvan Kuomintang hukumatiga tashlaydigan bo'lsan, bu tinchlik. Bu tinchlik, bu Tayvanning hozirgi holatini saqlash bo'ladi. Shunga bu qatamgi saylamni biz urush va tinchlik o'ttirisidagi tanlashdir deb aytimiz deb buni Kuomintang aytdi. Endi sizga hayron qoladigan, menga hayron qoladigan bir ish, Kuomintang atalishda Jungo Kompartiyasining raqobatchisi ashaddiy dushmani hozirgacha
Endi bu şuarını koyup atqanda hazır Cüngoluk neme depti? Cüngol. Quruqluq komiteti var. Tayvan Boğazı komiteti neme depti deseniz, bu Beijing dairelerining ağzıdan bergen söz ekan, Tayvan mustaqilliği urushdan derak berdi. Gördünüzmü? Eğer de Gomindağ'da batıda, agar sen biletin Leichingdagi mustaqil çıqtashlaydigan bolsang, urush va tinchlik tanlashga to'g'ri keladi. Beijing nima davatida agar Tayvanda Leichingda saylanadigan bolsa, ya'ni Demokratiya Taraqqiyot partiyasi saylanadigan bolsa, bu urushdan derak berdi. Savol qo'yay vatandosh, nima shu Gomindağ bilan Gongchendam Jungo Kompartiyasining bu masala talabbiz o'xshash bo'lib qoldi. Nimiz her iki partiye agar Tayvanda Leichingda saylam bilitiga ega bo'ladigan saylanadigan bo'lsa, urush bo'ladi degan so'zni nimiz Gomindağmı deydigan, nimiz Gongchendağmı deydigan bo'lib qoldi. Bu ikki partiyaning o'rtasidagi farq nada? Bu ikki partiyaning o'rtasidagi raqobatchilik qani? Bu ikki partiya o'rtasidagi dushmanlik qani? Nimiz bugun mush holat mush saylanda 2024 yildagi saylarda Gomindağdan Gongchendam nemişqa Tayvan meselesi saylan meselesi bo'yicha bu darajada ittifoqlashdi vatandosh. Bu yerda nima o'yin bor, nima maqsad bor? Biz tunugunlardan sizga nima dedik? Agar Kompartiya quruqliqda mag'lub bo'ladigan bo'lsa, Jungo Gomindağni chiqib keladi bu quruqliqqa. Oqoqda Gomindağni o'tkazib oladi. Başka chet eldagi nima demokratlar partiyasi bor, hargiz buni Jungo jamiyatida yozg'i kun yetilib chiqqan ziyolilar qabul qilmaydi. Mayli Gomindağchi bo'lsin, mayli Gongchendağchi bo'lsa, qat'iy nazar bu chet eldagi kuchlarni yoki yana qandaqdir bir g'ayri kuchni Jungo ziyolilari qabul qilmaydi vatandosh. Shu hargiz qilmaydi. Kim Beijing, kim Wangdan degan odamlarni Jungo, növbətki Jungo herkes kabul qılmaydı. Bu vaxtdaki Gomindağ nopuzluq, kona, Jungo'da hükmürallık qilgan partiya, aşının Tayvan'dan Jungo'ga kelishni kabul qilishi mumkin. Bu halda Tayvan bilan Jungo o'tirishga murosat qanday oldu, onu kelgisi reallik belgileydi. Lekin biz qaytib kelaylik. Men savol qo'ydim sizga. Nima ish qilib mushu saylan marpsidi Jungo Kompartiyasining shoiri bilan Jungo Gomindağning shoiri o'xshash bo'lib qoldi. Bu qatimqi saylam 2024 yildagi saylam urush va tinchlik yo'lini tanlash saylamidir degan gap nimish Jungo Kompartiyasining og'zidan chiqdi, nimish Gomindağ partiyasining og'zidan chiqdi gapmayadi vatandosh. Bunga endi Amerikaliklar qanday ifoda bildirish kerak degan so'z siz bilan bizdan oldimizga keldi. Chunki Tayvan saylamiga 1996 yıldan başlap Amerika Qo'shma Shtatlar aralashib keldi. Shu kunlardan başlap Tayvanda partiyalar o'zaro almashadigan, partiyalar almashib hokimiyat so'raydigan bir vaziyat dunyoga keldi vatandosh. Shu vaqtdan başlap Amerika bunga aralashib keldi. Bana 96 yıldan başlap Tayvanda bo'lib o'tgan har qadamliq saylam Amerika aralashib keldi dedi. Mavzumunda qarab turama. Amerikaliklar ciddi inkaz qaytardı, lekin Leichingdani kayniga yandıra olmaydi. Bu nimaga? Amerikaliklar Tayvandagi saylamga ciddi inkaz qaytarıyor. Masalan, Tayvanda saylam nomzodi Demokratiya Taraqqiyot partiyasi Leichingdani kayniga qaytara olmay shundaqmi gap bormi? Masalan, Amerika aralashidagi Leichingdani kayniga qaytara olmaydi deydiganmi gap bormi? Balki siyosat bu vatandosh. Siyaset dostum. Nima deymiz, mushurun nima deymiz desiniz bağı. Ana qarab turun ha. Lekin Tayvanda saylan vaziyatini kuzatib turayotgan yo'nalishga diqqat qilishga to'g'ri keladi. Yo'nalish nima? Kuzatish nima? Buning diqqat qilamiz o bo'lsa-mu, Amerikaning pozitsiyasi nima? Tayvandagi saylanga qaratgan Amerikaning pozitsiyasi nima? Uch qaytganda Amerika qaysi tarafga og'adigan bo'lsa, Tayvanda shu taraf g'alaba qiladi. Bu uchirib maqtashmi emas, lekin har qanday kishi inkor qila olmaydigan bir fakta. Ikkiga bo'lib o'taymi bugun leksiya, ikkinchi leksiyada davomini vatandosh. Kameram ochilib qolibdi ekan, arvoyim bir o'chdi nima.